Не жалеешь, братан, что 10 лет потерял? Да нет, что-то потерял, а что-то нашел. В этой жизни самое главное себя не потерять. Я вижу все взгляды издалека на меня. Многие твари хотят убрать меня. O bolle! Bugun ustoz kelmabdilar. Ketdim men algebra ustoz chaqirib kelaman. Kamol ustoz ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim, sanchisaman? Men ham ko'rganim yo'q, ha. Azim biladi. Azim, ustozni ko'rmadingmi? Ustozni qo'yib turib, janjal kam yo'q. Savol ekan ustoz. Ha, qayerdilaring? Hayvonot bog'idan kelyapmiz ustoz. Qarindoshlarni ko'rib keldilaring. Hayvonot bog'iga borish bir bahona edi ustoz. Hayvonlar ichidan sizni izladik. Kechagina oqshomlari Ammo do'stgadagi misolni kim yecha oladi? Men yechib beraman. Qatdan quyosh chiqdi, Mo'minov. Makro education'ni o'qiyapman-ku. Bu yerda ingliz tilini ham, matematikani ham suvdek qilib ichyapman. Men senga kara-karadan savol beraman. 6 kara 6 nechi? 36. 2 2 ga qo'shib, qog'oz yopib turib, 2 ga bo'lib, 2 ga ko'paytirib, ildiz ostidan chiqsa nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. Qatdan bilibsan? Aytolman, u makro education'ni o'qiyapman-da. Aleksandr Sergeyevich Pushkin Moskva shahrida tug'ilgan. U oldinlari she'r yozishni o'rgangan, keyin duelda baxtsiz hodisa bilan halok bo'lgan. Sizlar ham she'r yoza olasizlar, to'g'rimi? Qaysi birlarida talantingiz kuchli? Shu talantni ichga olish kerak, mehnat qilish kerak. Ustoz, Nima? oylik oldingizmi deyman. Darsni Nasrina bilan tushuntirib beryapsiz. Oylik olmabsiz. Xullas, bolalar, bitta gap sizlarga anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurdim. Nodirjon, bu yoqqa. Aslida Nodirjon bu meni o'g'lim bo'ladi. O'g'lim o'zim masattoy. Agar bitta qo'lni uchun tegizsalaring mana shu bolaga maktabdan haydab yuboraman. Tushundilaringmi? O'qituvchingga Keyingi safar addeyni. Ak gulik keyin, ko'k gulik keyin qurbularimda bar.